42. Odg'irmish o'gdilmishga dunyoning ayblarini so'zlaydi. Odg'irmish javob berib dedi: "Men so'zingni angladim, endi mening so'zimni angla. Bu dunyo o'zini sana bakmi yiqimliq ko'z tutdi. Hamma ayıplari sana fazilat bo'lib ko'rinibdi. Sana hayron bo'lmayman, masalda borki, qaysi narsa so'yimlik bo'lsa, aybi ko'rinmaydi. Dünya özünü söydürgünü üçün onun köp ayıpları sana fazilat bolup görüngen ay alның çoğu. Söygen kişi nime deydu anla. Söygüçige söygeninin ayıpları çoğ fazilatdır. Söygenliknin nişanısı şu ki, söygeninin ayıbı fazilat boludu ay şöhretlik. Senin dünyanın söygenlikinin alameti ani şudur. Onun nurgun ayıplarını köngling fazilat deb qabul qildi. Mana bu dunyoning nemisini maqtaysan? Uning ayibini men sana aytib beray. Odam alayhissalom gunoh qilganda Xudo uni azobladi. Qodir egam bu dunyoni uningga zindon qildi. Zindonda nemini orzu qilasan, nemini tilaysan? Tilak, baxt, nijot jannat ichida bo'ladi. Qara, Odam jannatda buğday yevidi. Bu dünya onunğa tazılanish öyi qilindi. Xudoning yomon ko'gini shaytonning yaxshi ko'ginidir. Xudo qo'g'liganni shayton teximi yaxshi ko'radi. Xudo xohlagan bir bandasini tanlasa, uningga dunyo bermaydi, yo'lini pok qiladi. Shuning uchun bu dunyoning baxti yaxshi emas. U Xudodan yiroqlashtiradigan din ofitidir. Xudoman deb mag'rurlanguchi kishi dunyoga hokim bo'lishni xohladi va it qatorida sanaldi. Kishi beyisa xalqning ustiga chiqib oladi, kambag'al yashsa kamtar muloyim bo'ladi. Qara, odam yalang'och tug'ilgan, u yalang'och ketadi. Dunyo to'plashning nima hojati, u yana qoladi. Nimaga oldini sen ey o'lguchi? Sen 2 kunlik qo'ng'ichi emasmi? Bilesen, tiriklik ölümgü tutuşudu. Tayyor turgan ölüm vaqt saatnili kütüdü. Dünya ishik açtı, yana bir ishik ölüm ishiki echilidi. Hamma xalq uningga kiradi. Sen 2 kunlik xushalliqing uchun o'zingni zo'mizo o'tqa tashlama. Bevafo dunyo turoqsizdir, baxt cho'gilab turadi. Nima bergan bo'lsa, uni yana qaytirib oladi. Kishilarni qo'l yoki bag deb ayirmaydi. Yaxshi yomonni, yovuzni tanlamaydi. Qara, birini bag qildi-yu, yana bir bagni chaqirib, uning o'rniga dasitish qo'yadi bo'ladi. Diqqat qilsang, dunyo ko'langiga o'xshaydi. Izidan mangsang qochadi, qochsang izingga tushadi. Qarab baq. Bu so'z shuningga taqlid qilib aytilgan. Bunun ma'nosini tushan ey ko'ngli tuz. Kim dunyoning iziga tushsa, bu dunyo qochadi. Agar uningdan qochsang, seni qo'g'laydi. Bu dunyoning meli dinga o'shmanlik qiladi. Nazar solsang, mol dunyo yana dinni yalmab yutadi. Bu dunyo yasinib o'zini ko'rsatadi. Yasanchiq nozinin kelinde ko'ngilni hayajonlantiradi. Uningga ko'ngil bersang, xunuk bir qeriga aylanadi. Her kuni yoqangdan tutadi, seni doim ovora qiladi. Yani qiliqlari turoqsiz, qilmishi bevafo. Begi bilan to'liq 3 oymi turmaydi. Kim uningga ko'ngil bog'lasa, hayotini behuda sarf qilgan bo'ladi. Tiriklikning har bir kuni bakmi qimmatlikdir. Buni behuda ishlarga sarf qilsa bo'lmaydi. Qara, tiriklik ko'p yaxshiliklar uchun dasmoyidir. Uni sen behuda isrof qilma ey dona. Bu dunyoning narsasi 3 narsadan boshqa emas. U ya halol, ya makruh, yoki haromdir. Halolga hisob, harom uchun azob bor. Agar shubhilik makruh bo'lsa, uningdan cho'qim saqlan. Dunyo kimni so'ydirsa, uni oxir qo'g'laydi. Halovat bilan xushal qilsa, yana tez yuz o'riydi. Shodlik bilan parvish qilib raso samirtidi. G'am qayg'u bilan yana judutidi. Shodliqingga nazar solsang, oxiri g'am qayg'udir. G'am bilan yashsa,
ahiri şatlık boludu. Bu dünyanın üstü nimet bolsa, tigi muşakkattur. Beşi muşakkat bolsa, ahiri nimet maişettur. Takvadar səgək kişi nimeleydi anla. Yiraqtur bu dünya sana külpət yetkizudu. Qara, senin baylıqın gadaylıqtur. Sana qarğandı kim gaday bolsa, şu baydur. Seni kim yegen bolsa, sen min ahiri onun göşini yeysen. Qari yer qıtığı kirgende öçünü alısan. Bu yasağalların buzulğusi, toplağan mal dünyaların çeçilğusi. Bu dünya tez ötüp ketadigan bir payttur. U dünya tez keledi, bak sagak bol. Ketidigini keteyveradi, har kuni senden yiroqlashadi. Keledigini kelaveradi, hamon sana yiqilishadi. Ketadiganlarga bilimli kishi ko'ngil bermaydi. İdraklik egri besiq kishi keladiganga tayyorlanadi. O'limni biladigan kishi o'ziga tamanno qo'ymaydi. Ölümni kögen kişi özünü uzun vakit aldımaydı. Yoloç kişi yolda öy yasamaydı. Köçediğin kişi nersillerini öyde kaldırmaydı. Mihman sen bu dünya sana bir konalgıdır. Konalgılı uzak vakit turmen dep oylama. Bu dünyanın nersilleri zadi yakşamaz. U kimdi bolsa huy peylini özgertip etidu. Dervişler mal mülkünü bedel kıldı. Zahidla bu dünyanın tüp asasını bilip taşlap ketdi. Bu dünya sana görünmeydiğen tozaqdır. Bu dünyanın malları min yerge çeçilgan. Adam gafil ve naayeti aşköz keledi. Mundaqda adam torgu düşmey qalamdı. Bu dünya işlerden ihtiyat qilib ötken taqvodar kishi nima deydi anla. Tozaqchi o'zi ko'rinmay yemini ko'stadi. Yasanchiq kelindek jilva qilib ko'ngilni tatidi. Osh ko'z taqatsiz va g'ofil bo'lsang, yemni tetib baqsanda, oyig'ingdan ilinisan. Bütün dunyo nozu ne'matlari bilan jamlansa, alovat bilan 1000 yil baxtlik yashasa, nima foydasi bor? Oxiri qori yer qo'yniga kiradi, uning hujrasi qori yerning tegi bo'ladi. O'tkizgan hayoting sana bir tush bo'lib qoladi. Nima qilgan bo'lsang, shuningga yarasha javob olasan. U chaqda o'kinsang, o'kinishlaringdan foyda yo'q. Nima qilgan bo'lsang, yil oy kunlar guvoh. Dunyoning lazzati munu 3 narsadirki, uchilisining lazzati bir-biriga barobar. Qara, bu uchining biri yemak ichmakdir. Yana biri erini xushal qiladigan xotindir. Üçüncüsü salomat yashash. U uchining ichida eng muhimi mushudur. Bu 3 narsaning shodligi, lazzati ko'pdir. Buningdan boshqalari 3 narsaga yetmaydi, ay alcho'ngi. Ay qarindosh, lazzatning biri yemak ichmakdir. Buning javoban yondirish yomondir, ay adash. Uning lazzati faqat 3 ilik goldili bilinadi. Uningdan neri bo'lsa, qorningni to'ldiradi. Agar och singmasa, mijoz tabiatni buzadi. Tabiat buzilsa, kishi og'rib qoladi. Kesal oldi bilan kishini o'limga tutib berguchidir. O'limda lazzat yo'q, ay salomat kishi. Yana bir lazzat, xotin lazzatidir. Uning javoban sovuq suvda yuyinmoqqa to'g'ri keladi. Uningdan qolsa, qara, o'g'il qiz lazzati bo'lib, o'g'il qizning yukini ko'tarmak mushaqqatdir. Bu betni aytquchi nima deydi angla. Xotin va o'g'il qiz kishining kuchini yo'qotadi. Ayol bilan ham suhbat bo'lmoq bak lazzatli ishdir. Lekin buning javoban sovuq suvda yuyinish qiyin. Lazzat boyada ta'msizlikmi bo'ladi? Tatliq boyaning oxirida ochiqmi bo'ladi? Agar yashashning lazzati shu bo'ladigan bo'lsa, bu dunyo lazzatsizdir va mushaqqat chekish yo'lidir. Bu lazzatlik va tatliq tiriklik kunimni ochiq o'lim oxiri lazzatsiz qiladi. Dunyoning butun lazzati ashu 3 narsadirki, buning javobini anglading ay xushbeil. Bu dünya bir düşman, canu tanmı bir düşman.
Bu ikki düşmanning to'ziqi aman quruqliq. Üçüncü düşman din o'g'risi shaytondir. Tangrim bularning yomonligidan saqlasin. Bularning ichida eng yovuz düşman jonu tan bo'lib, uningdan ko'p majra paydo bo'ladi. Xudoning nomi atalsa shayton qochadi. Dunyoni tashlavatsang, u sendan yiroqlashadi. Lekin jonu tanni qandoqmi qochirg'uli bo'ladi? Agar kim o'lsa, u qutula oladi. Bilimlik dono yaxshi aytgan edi. Bilimlik donolarning so'zini anglash kerak. Jonu tan meni muhtojlik, qiyinchilikqa soladi. Ba'zida kuldiradi-yu, ba'zida yig'latadi. Uning talabiga ergishib dunyoni keziman. Ba'zida osh qolaman, ba'zida to'q yuraman. Bir orzusini qondirsa, yana birini xohlaydi. Yana biriga yetganda kishiga tamoman hukmron bo'lib oladi. Kishi bu jonu tanni yengib, uni bosolmaydi. Ey mehribon egam, uni o'zing bosqaysan. Bu jonu tan yovuz hiligardirki, semiz tutsang, teximi yovuz deshib ketadi. Qara, to'sin ot samrasi qutraydi, shosh bo'ladi. Egisini yaga etib uningdan qochadi. Nazar salsang, jonu tan ovchi itga o'xshaydi. Samrasi egisining haqqini unutuydi. Qarni to'ysa, o'g'i yugurmaydigan bo'ladi. Egisining xolig'inicha harakat qilmaydi. Jonu tanni kichik bolaga taqlid qilg'uliq. Qo'sqi to'ysa, yugurib tang tushlarini izlaydi. Qo'saq to'ysa, jonu tan ho'rillashadi. Uning tiligan tilikini bermaslik kerak. Tiriklikning boyoqi 3 kunlikdir. Uning nerisi bir necha kechilik shirin tushdir. Bu 3 kunning biri ata, biri o'tgan kun. Bugungi tiriklik atiga ulashamu? Uningdan neriqi tiriklikni har qancha bo'lsa-mu tiriklik hisoblama. So'zni ichib aytdim. Xotin bilan ham suhbat bo'lish erning havas o'tini birer soat o'chirish uchundir. Bu o'tni qandoq o'chirsa o'chadi. Kerak bo'lsa chiroylik yoki saatni quchoqlasa bo'ladi. Gal lazzatining hammasi qo'saq to'yg'izish uchundir. Qo'saq to'ysini ortiq foydani tashlash kerak. Qo'saq to'yganda orpi bilan holva bari bir. Hammasi eshib qoladi. Kiradigan yo'limi to'shib qoladi. Shekar holva yegan yoki orpi yeganmi to'yib yotsa, atsini osh qopadi. Kambag'al bo'lsa-mu, mol dunyoga ko'z ko'ngli boy, taqvodor kambag'al nima deydi angla. Sen dunyoning shekar ne'matlarini yeding. Men kepak teriq yedim. O'zim qanoat qildim. Ikkimiz tang to'yib kechsi yotdik. Shu kunning soati o'tib-adi. Dunyoni qancha toplasangmi o'zing o'lasan. Sana ikkili bo'z tegishlik bo'ladi xolos. Kambag'almi, boymi har ikkisi o'lgandan keyin qor yer qetida yana barobar bo'ladi. 2 kunli davomlashadigan halovatni deb hayotga erishmakka nemancha intilasan? Sen dunyo to'plashga zo'xlanasan. O'lim bo'lsa, seni tutqili zo'xlanadi. Hayot o'tib ketadi, har kuni sendan yiroqlashadi. Qara, bu yovuz o'lim ulungni qo'laydi. Qara, hayot yashaganlar shubhisiz o'ladi. Qaysi kuni o'ladiganligini biladiganlar yo'q. Odam kichik vaqtida soqol chiqishini kutadi. Soqol chiqsa, oqirishni kutadi. Soqoling oqarsa, o'lim kagini shu. O'limga o'qmi, qoralma ora turanmaydi. Qarab turib o'zingni zo'm-zo o't ko'ydirma. Bu dunyo uchun o'zingni o'tga atma. Qara, bu dunyoning narsalari sho'r suvga o'xshaydi. Qancha ichsimi qonmaydi, tomoqinam bo'lmaydi. Inson o'zi quruq qumga o'xshashdir. Daryo kirsimi uning osh ko'zi to'ymaydi. Bu dunyo xuddi sarabdek ko'z oldingda ko'rinadi. Uningga qancha agassang, shuncha qochadi. Jon tanning orzusini haydagan kishi ibodatga beriladi. Ko'rinmaydigan dushmanga fursat bermaydi.
Can tengi yol koyma, boyun egme. Onun şatlıqı, qaygı arzuları oyundur. Ötken hayat qaytib kelmez bolup ketidi. Onun qağını qanchilik, umu namalum. Erişken kunlaringning barini behuda o'tkazma. O'limga tayyorlan, aldırap ibadet qil. Oyg'ongan va barliq nopaklikdan tozalangan kishi nima deydi, angla. O'tadigan bugungi tuningni o'tkazding. Kelgusi kuning mushundoq o'tamu, bu shubhilik. O'tgan kuning bilan kelgusi kuningning oraliqi bir qo'nalg'udir. Shunchalik tiriklik uchun ortiq davron qilma. Xeyli bo'ldi, bu yerda tirikchilik qildim, zamonlarni o'tkazib, nafsimning putini sundirdim. Bugun meni shahar kentga chaqiryapsan. Nafsim meni egilasa, qutuldirg'uchi qani. Jonu tan dushman bo'lgandimi, toza dushmandir. Hamma yerga to'zaq qopqonlari kang yeyilgan. Uning mayliga qo'yib berma. Ching tur, o'zingni tutib ol. Aqlli kishi jon teniga nesiba bermaydi. O'zini tutgan, havoyi havas bo'ynini yanchib o'zini basalagan kishi nima deydi, angla. Jon teninga qul bo'lma, ey bilimi ulug'. Jon tenga qul bo'lsang, diningni qurbon qilishni talab qiladi. Hamma ishni havoyi havasga agishib qilgan kishini bilimlik deyishga bo'lmaydi. Ey yurakli kishi, jon tanning quli bo'lib qolgan erni aqlli deyishga bo'lmaydi. Jon teniga doim nesibi beradigan bo'lsa, u aniq bilimsiz kishi bo'ladi. Ey qarindosh, idroksiz kishilar shundoq kishilarki, ular havoyi havasga bosh qo'yadi. Bu dunyo ana shundoq bo'ladi. Hamma nuqsonlarni so'zlab berdim. O'zing o'ylab tushunib ol.